So'nggi vaqtlarda bo'lib o'tayotgan sayyor sudlar keng jamoatchilik o'rtasida o'tkazilmoqda. Bu esa o'zgalar xatosidan xulosa chiqarishda, yoshlar orasida turli ko'rinishdagi jinoyatlarning oldini olishda muhim o'rin tutadi. Qashqadaryo viloyati jinoyat ishlari bo'yicha Dehqonobod tumani sudining navbatdagi sayyor sud majlisi ham aholi ishtirokida bo'lib o'tdi. Unda tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya nazoratida jazo o'tab kelayotgan va qilmishidan pushaymon 4 nafar mahkum muddatidan avval ozod etildi. Hayot bor ekan, uning yo'llarida xatoliklar ham bo'ladi, ammo muhimi ana shu xatolardan xulosa chiqara bilishlik va boshqa adashmaslikdir. Qonunlarimizdagi insonparvarlik, kechirimlilik tamoyillarining hayotga keng tatbiq etilayotgani ham jinoyat sodir etgan shaxslarga imkon berish, ularni to'g'ri yo'lga boshlash va jamiyatda o'z o'rnini topishga ko'maklashishga xizmat qilmoqda. Buni esa jinoyat ishlari bo'yicha Dehqonobod tumani sudining sayyor sud majlisi misolida ham ko'rish mumkin. Tuman ichki ishlar bo'limi probatsiya nazoratida jazo o'tab kelayotgan bu mahkumlar uchun sud tomonidan turli jazolar berilgan bo'lsa-da, ularning jazoni ijro etishdagi mas'uliyati, pushaymonligi muddatidan avval ozod bo'lishlariga xizmat qildi. Oyma-oyga shu belgilangan tartibda davlat daromadiga foizga chegirma qilingan, qat'iy xulosa chiqargan ta'minot xizmatlarini berishni so'rayman. Jazosida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 73-moddasi 3-qismi bebandiyasidan muddatlarga shartnoma ozod qilinsin. Albatta, jinoyatga nisbatan tayinlangan jazo faqatgina mahkumni emas, balki uning oilasi xotirjamligiga ham ta'sir etmasdan qolmaydi. Oila baxtini qaytarish esa ko'proq xato qilgan insonning o'z qo'lida. Sudya qarshisida turgan mahkumlar ham buni tushungan holda o'z iqrorlarini bildirishar ekan, ozod inson sifatida uyga qaytish imkoniga ega bo'lishdi. Jazoni muayyan qismi o'tab, o'talmagan qolgan qismidan shartli ravishda ozod qilindi va 4 nafar mahkum jazodan insonparvarlik tamoyil qo'llash natijasida jazodan ozod qilindi. Jinoyat bor ekan, jazo ham muqarrar. Biroq bu ana shu insonni jamiyatdan butunlay ajraladi yoki unga nisbatan bir umr jinoyatchi sifatida qarash kerak degani emas. Bu borada atrofdagilar ko'mak qo'lini uzatishi lozim. Insonparvarlik dalolatnomalarini qo'llashda ham ayni shu maqsad ko'zda tutilgandir.